Assalomu alaykum hurmatli guruhdoshlar. Rossiya Respublikasidan parodobqalarimiz keldi. Sirdaryo viloyati Xovos tumani Nurobod mahallasiga. Soni 50 bosh. Narxlari 15 million so'mdan 30 million so'mgacha. Asosan bu yerda 21, 20, 22lik mollar ko'p. 15likdan ikkita chiqarib beramiz. Qolganlari asosan 21, 22lik qo'chalarimiz. 15lik ikkita chiqarib beramiz. 15lik shu bo'lishi 15. 30liklarda yana kamini qilib beramiz, xudo xolasa. Mollar bari sog'lom, bugun yetib kelgan. Bugun ertalab tushib kelgan. Mana shular 30 dan, mana shu qizlar. Sariq qizlangishlar 30 dan. Qo'lar hammasi sog'lom, karantindan chiqqan bari. Xudo xolasa. Qo'lar yaxshi. Birinchi qo'l Rossiyadan kelyapti, birinchi qo'l. Ayshalar. Yoshlari endi necha oylik desak? Eng maydasi ham shu 4-5 oylikda. Buzov eng kattasi, tish buzmagan bo'lishi kerak. Yeb-ichishlari yaxshi. Shu. Mollarda endi charchoq bor. 4000 kilometr yo'l yurib kelyapti. Mana. Suzishib o'ynab yuribdi mollar. Mana shular 30 dan kami bor deyman. Bular. Endi bu 50 tani barini bitta joyga olaman deganga 20 millionni beramiz deyapti egasi. Bo'lish 20 milliondan deyapti. Bo'ylari endi eng maydasi ham shu 1 pilosda. Bo'lmasa kattalari shu 1.40, 1.35 shunaqa.